Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Ismim familiyam Primov Muhiddin Jamonovich. Bugun sizlar bilan 8-mavzu nafs tarbiyasi mavzusini ko'rib o'tamiz. Mavzu mobaynida quyidagi rejalarni ko'rib o'tamiz. Birinchisi nafs tushunchasi va uning turlari, ikkinchisi islomda nafs va qalb o'rtasidagi bog'liqlik, uchinchisi nafs istaklarga berilishning oqibatlari hamda to'rtinchisi zamonaviy hayotda nafsni jilolashdagi muammolar deb nomlanadi. Albatta, bugungi mavzuyimiz juda qiziq mavzulardan bittasi, ya'ni nafs. Nafs nima o'zi? Ya'ni nafs bu islom falsafasida insonni ichki meni, ya'ni ruhiy psixologik tomoni sifatida ko'rsatib o'tiladi. Aynan Qur'onda ham nafsni bir necha turlari ko'rsatib o'tilgan. Masalan, yovuzlikka undovchi nafs, o'zini ayblovchi nafs hamda xotirjam nafs kabi turlarga bo'linadi. Nafsga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, aynan Yusuf surasida ham nafsni yomonlikka buyurishi haqida oyat mavjud. Aynan Hasan al-Basriyda nafsni insonning eng yaqin dushmani sifatida ko'rsatilishi ham juda ko'plab muarrixlar tomonidan, juda ko'plab ota-bobolarimiz tomonidan aynan nafs haqida yozilgan kitoblarda ham ko'rsatib o'tilgan. Masalan, sharq mutafakkirlaridan Al-G'azzoliyda, Jaloliddin Rumiyda asarlarida ham nafsni yovvoyi otga o'xshatiladi, ya'ni uni jilovlash zarurligi aytib o'tiladi. Haqiqatda aynan tarixiy jihatdan olib qaraydigan bo'lsa ham, qaysi hukmdor o'z nafsiga berilib qolgan bo'lsa, aynan mana shu davlat zalolatga yuz tutganini ko'rishimiz mumkin. Masalan, bu narsani Abul Fayzxon misolida yoki Temuriylar sulolasini davomchilaridan, masalan, qaysi hukmdorlarni nafsiga berilib qolganlariga qaraydigan bo'lsa, albatta mana shu nafaqat bu sharqda, balki g'arb davlatlarida ham o'z nafsini jilololmagan hukmdorlarni davlatlarda albatta kelajagi barbod bo'lish holatlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Islom ta'limotida albatta qalb bu tanani ruhiy markaz sifatida ko'rsatilgan va u nafs bilan o'zaro bog'liqligi. Agarda qalb toza bo'ladigan bo'lsa, nafs ham tarbiyalanish ko'rsatib o'tilgan. Shuning uchun ham payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam o'z hadislarida qalbni tana hukmdori sifatida ko'rsatib o'tganlar. Tasavvuf ta'limotida ham Bahovuddin Naqshband, Ahmad Yassaviy kabi ota-bobolarimiz ham qalbni toza saqlash kerakligi, shu bilan birgalikda nafsni ham toza saqlash kerakligi aytilgan. Buni turli yo'llar ko'rsatib o'tilgan. Masalan, eng zo'r yo'llardan bittasi zikr, riyozat, halol rizq orqali nafsni toza saqlash mumkinligi haqida ko'rsatib o'tilgan. Albatta, bugungi kunda ham ko'ryapmizki, aynan juda ko'p insonlarda nafsga berilishi, nafsni jilolay olmasligi natijasida jamiyatda bo'layotgan mana shu muammolar tarixiy ildizlari ham, ya'ni tarixda ham xuddi mana shu narsalar takrorlanishining eng asosiy sabablaridan bittasi sifatida insonlarda nafsini jilolay olmasligida bo'lganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agarda insonlar nafsiga berilsa, nafsini to'xtata olmaydigan bo'lsa, bu masalan Abbosiylar xalifaligida ham aynan mana shu shahvat, hashamatga, isrofgarchilikka berilish natijasida shunday katta bir imperiyani ham zalolatga yuz tutganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shu jihatdan nafsni tepkil degan tushuncha tarixda ko'p takrorlanadi, ya'ni insonlarni boylikdan, ayollardan hamda jamiyatda o'z obro' e'tiborini oshirishga bo'lgan qilgan harakatlarni turli xil nojoiz yo'llar bilan ko'rsatishga harakat qilishi, o'z nafsiga berilish natijasiga halollikdan, to'g'ri yo'ldan adashishiga olib keladi va natijada bu narsani oqibatlari faqatgina yomon oqibatlarga olib kelishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Qur'on va hadislarda shuning uchun ochko'zlik, g'azabni, hasad kabi omillarni qoralanish, ulardan ogoh bo'lish haqida ko'rsatiladiki, Abu Hamid al-G'azzoliyda Ihyo ulum ad-din nomli asarda nafsiga berilgan insonlarni go'yoki bir-biriga zanjirlab qo'yilgan qullarga o'xshatiladi. Ya'ni inson agarda nafsiga berilib qoladigan bo'lsa, bu go'yoki bir-biriga zanjirlangan qullarga o'xshab undan chiqib keta olmay qoladi va o'zini mustaqil fikri ham bo'lmaydi va keyinchalik mana shu fikrlarni amalga oshira olmay ham qoladi. Bugungi kunda albatta ijtimoiy tarmoqlar, reklamalar va turli xil
blogerlarni hayotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, hammasi go'yoki juda chiroyli yashayotgandek, zo'r joylarda dam olayotgandek ko'rilayotgan holatlarni ko'rish natijasi, albatta barcha insonlarda xuddi shunday yashagisi keladi va mana shunday hayot tarzini orzu qilish natijasida birinchidan er-xotin o'rtasidagi munosabatlarning buzilishida, ikkinchida farzand tarbiyasida bo'layotgan munosabatlarda, hamda uchinchida o'z hayoti va karyerasida bo'layotgan nafs bilan bog'liq to'siq vujudga kelishiga sabab bo'ladi va ko'pincha mana shuni natijasida ba'zi bir insonlar uni to'g'ri jilolay olmasligi natijasida korrupsiya holatlarini bo'lishi, jinoiy yo'l bilan pul topishga, mana shu narsalarga intilishga harakat qilishi, ba'zi hollarda esa mana shu nafsini jilolay olmasligi natijasida boshqa bir qing'ir yo'llarga kirib ketishi natijasida nafaqat o'zini ish faoliyatida, karyerasida, balki oilaviy hayotida ham turli xil nomutanosibliklarni vujudga kelishiga sabab bo'ladiki, shuning uchun ham Madaniyat vazirligi tomonidan ham ko'plab san'atkorlarga va mana shu blogerlarga bunaqa narsalarni targ'ib etmaslik va insonlarni hamma ham bu nafsini tarbiyalashda o'ziga xos bo'lgan darajaga yetishmaganligi tufayli o'z hayot tarzidan nolish va buning natijasida turli xil depressiyalarga berilib qolishini psixologlar tomonidan ko'rsatilyaptiki, mana shu stress natijasida insonlarda sabr, qanoat, halol mehnat qilish hamda zikrni o'z vaqtida qilishda bir muammolarni vujudga kelishi natijasida ularni hayot tarzida o'zgarishlar bo'lishiga olib kelyaptiki, aslida bu ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatilgan narsalar ham hammasi ham haqiqat emasligi, shu blogerlarni o'zlari ham ko'rsatayotgan mashinasi va uylarini ham aslida ijaraga olib ko'rsatayotganligi haqida oxirgi kunlarda ijtimoiy tarmoqlar, umuman hayot tarzida ham ko'rsatilyaptiki, buni barchasi aslida hammasi soxta ko'rsatishlar bo'lishi, shuning uchun bu narsaga chalg'imaslik, odamlarni to'g'ri yo'ldan, halol yo'ldan adashmaslikka chaqirilayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun albatta eng asosiysi halol, to'g'ri yo'lda yuradigan bo'lsak, biz o'zimizni, nafsimizni ham jilolashimizga bemalol imkon bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi darsda ko'rishguncha sog' bo'linglar.